Litva vitnojitisasi haqida nimalarni bilasiz? Litva vitnojitisasi bu Litva davlatiga borib, agar ish beruvchi bilan kelishsangiz, sizga 2 yil ishlash va yashash ruxsatnomasini beradi o'sha ishxona, ya'ni sizga chiqargan taklifnomasi bo'yicha. Va undan tashqari ko'pchilik so'raydi, "Bu voyajni men Norvegiyada deydi, Germaniyada deydi, Gollandiyada ishlata olamanmi?" deydi. Avvalambor kelinglar qaraymiz, что Litva vitnojitisasini olgan odam o'sha ishxonaga borib dashi ishlasa, keyin boshqa Yevropa davlatlariga o'tsa ham bo'ladi. Sabab nimaga? Bu Yevrosoyuz hisoblanadi. 28 ta davlat bitta bo'lib kirgan. Undan tashqari, siz agarda Germaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz, Norvegiyada ishlamoqchi bo'lsangiz, siz o'sha vitnojitisasi bilan, ya'ni ID kartasi bilan borib, Norvegiyada, Germaniyada ishxona bo'lsa, o'sha ishxonaga ko'rsatib, dokumentingizni qayta ro'yxatdan u ishxonaga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Litva ID kartalari bo'yicha ko'p sizlarga ma'lumot kerak bo'lsa, shu videoni tagiga plyus va obuna bo'lib do'stlarga jo'natib qo'yish unutmanglar. Bundan ham ko'p ma'lumotlarni keyingi videoda kutib qolinglar.